Osiyo xalqaro universiteti jamoasi nomidan chuqur hurmat va samimiy ehtirom bilan qutlayman. Bugun universitetimizda fundamental tibbiy ta'limning dolzarb muammolari, innovatsion yondashuvlari va istiqbolli yechimlarni tadqiq etish mavzusida Respublika ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tayotgani biz uchun faxr va mas'uliyatdir. Ma'lumki, tibbiy ta'lim inson hayoti bilan chambarchas bog'liq sohalardan biri. Universitetlarda shifokorlar, farmatsevtlar va tibbiyot mutaxassisi tayyorlanadigan jarayonda fundamental fanlar, ya'ni odam anatomiyasi, histologiya, bioetika, mikrobiologiya kabi bilimlar asosiy poydevor tashkil etadi. Agar bu fanlar mustahkam o'qitilmasa, keyingi bosqichlarda klinik bilim va amaliyotga chuqur kirib borishda juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham bugungi anjuman mavzusi juda dolzarb va o'z vaqtida tashkil etildi deb hisoblayman. Переходя на свой доклад, я хочу отметить, что работая более 52 лет в медицине, четко становится видно, что появились новые болезни. Новые болезни, о которых мы 50 лет не знали, это жировой гепатоз, это метаболический синдром, в конце концов, сахарный диабет, потому что 50 лет назад у нас не было ни одного эндокринного диспансера, не было республиканских центров. And then we put the tracer like other, like proliferative genes, expression or read counts here. And you can see here like most of these, especially IGF-1 or like insulin-like growth factor. This is the most important or vital growth factor, which could be involved in different physiologic processes in the body. And it was like highly upregulated, and then other genes, like for example, like here. Here about the psychology, you can say that psychology is a scientific study of the mind and behavior, and it encompasses a wide range of topics including human thoughts and processes, emotions, motivation and actions, as well as the behavior of the both humans and non-humans condition. So let me to say the connection between the medicine and psychology. What is the connection between the science and medical science and psychology? So you know that it is important to characterize a healthy person. How we can characterize a healthy person? For these questions, we can say the healthy person should be energetic. Скажем, коллег, а мне в этом году удалось по мобильности поработать в Бухаре, в Луганском медицинском университете, прочитать лекцию в Азиатском международном университете. Я очень благодарна, скажем, Шевеш Шадевне, значит, Шадеш Муратовне Шавиевой, за то внимание, которое мне было уделено пребывании. Поэтому я очень надеюсь, что вы приедете к нам. Ну, если не 2-3 июня, мы ждем вас. Igringizda mana oq xalat kiyib o'tiribsiz, hamma bir yaxshi ezgu niyat bilan. Kimdir ginekolog bo'laman deydi, kimdir xirurg bo'laman deydi, kimdir biochirurg bo'laman deydi. Lekin tibbiyotda ba'zi bir tizimlar borki, u umumiylikni talab qiladi. Qaysi mutaxassis bo'lishingizdan qat'iy nazar bu muammo bilan deyarli har kuni to'qnashasiz. Shulardan bittasi qon bosimi muammosi. Hammamiz uyimizda bor. Kimimizdir bobomiz, kimimizdir buvimiz, amaki, xola, amma. Agar umuman uyingizda bo'lmasa, har kuni sizni 3 marta bezovta qilib turadigan bir devor qo'shingiz. Shuning uchun qaysi yana bir ikkinchi marta aytadigan gapim, ginekolog yaxshi mutaxassis, yaxshi akusher, o'sha tug'ruqni qabul qilayotgan paytda yo operatsiya qilayotgan paytda u ginekolog. Xirurg operasion xonasida xirurg. 10 kun kasalni yotqizib davolaydigan bo'lsa, qolgan 9,5 kun terapevt bo'lishga majbur. Bugungi sizga taqdim qilayotgan yana bir zamonaviy antropometrik usullardan biri bu bioimpedansimetriya deb nomlanadi.
Bioimpedansiyometriya bu organizmning keng ko'lamdagi morfologik va fiziologik parametrlarini baholash imkonini beruvchi biologik to'qimalarning elektr o'tkazuvchanligini kontaktli o'lchov usuli bo'lib hisoblanadi. Bioimpedansiyometriyada inson tanasi va uning alohida qismlarini turli chastotadagi faol va reaktiv qarshiligi o'lchanadi. Aynan bioimpedansiyometriya orqali biz inson tanasining to'liq qismi, ya'ni tananing yog', suyak, mushak, hujayraviy qismlari va shuningdek organizmdagi suv hajmi va tarqalish xususiyatlarini o'rganamiz. Demak, ana shunday modellardan, ya'ni pedagog nimalardan, platformalardan biri bu teskari sinf ta'lim platformasi. Men buni o'zimni o'quvchilarimda qo'llab ko'rdim, to'g'ri ko'p emas, ozgina oxirgi 5-6 ta darslarda qo'llab ko'rdik. Nima uchun teskari ta'lim platformasi? Odatda biz ma'ruzani, materialni yoritamizda, undan keyin talabalarga amaliyot, mustaqil ishlarga mavzularni beramiz va ular shu ma'ruzadan foydalanib amaliyotni va mustaqil ta'limni. Bu esa teskarisi. Oldindan talabaga shu mavzu beriladi. Talaba videoroliklar orqali, virtual pedagogika, turli audiolar orqali, interaktiv metodlar orqali shu mavzuni o'rganib keladi. Va ularda ma'ruza paytida ularda vujudga kelgan savollar, ya'ni fiziologik muammolar tahlil qilinadi. Masalan, ana shunday temalardan biri yurakni o'tkazuvchi tizimi va uning ahamiyati. Mana berildi, bola tilda modellar boshqasi hammasi o'rganib keldi. Ma'ruza berayotgan paytda talabalarga masalan o'tkazuvchi tizim bu yurakning avtomatsiyasini boshqaradi. We have to see the literacy rate of that country. Similarly, we have to see the GDP of that country, as well as we have to see certain health indicators. In that health indicators, one among the crucial part is maternal mortality. Maternal mortality, which has come with a lot of drastically reduction in rate from last so many years, but still the reduction rate is not up to the mark or not up to the reduction that we are expecting. So, one among the major reason for increasing maternal mortality is adolescent pregnancy. Okay, so for that one, this is not a problem of our own individual country. This is not a problem of South Asian country or Central Asian country. This is a problem. This is issues of all over the world. From the data, you can see that almost 21 million people in the world, they are getting pregnant in a year. And out of that, we can imagine a lot of people, they might have gone through abortion, they might have gone through different kind of mortality, morbidity. So this is a small ratio that we can see from this chart over here. Now, from this table, we can see that there is a lot of pregnancies in teenage as well as in adolescents. Especially we can see in South Asian country and in Asia Pacific region. But if you want to talk about the number in Central Asia, it's really low, okay, 0.5. This is about Central Asia. I'm not talking specifically Uzbekistan. We will come over that data in the next slide. But if you want to see about the overall ratio in the region, it shows that it is really low, the teenage as well as the adolescent pregnancies. Over here, this is about South Asian and this is about the South Pacific region, which has the very highest trend of teenage pregnancy. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar, konferensiya ishtirokchilari. Mana bugun guvohi bo'lganimizdek, fundamental tibbiy ta'limga oid bo'lgan juda ko'plab ilmiy tadqiqot natijalarini birgalikda tahlil qildik. Ustozlarimiz tomonidan, professor olimlarimiz tomonidan juda ham chiroyli fundamental tibbiy ta'lim va klinik amaliyotni uyg'unlashtiruvchi, integratsiyalovchi ajoyib dokladlarni tingladik. Va albatta men o'ylaymanki, bugungi konferensiyamizdan talabalarimiz ham o'zlari uchun yetarlicha yangi bilimlar, yangi terminlarni, yangi sohalarni o'zlashtirib olishdi. Bu uchun hammalaringizga Osiyo xalqaro universiteti nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz.